Hamma tayyorlab ko'rishi va umrida albatta bir marta bo'lsa ham yeb ko'rish kerak bo'lgan kruassanli bulochkalar tayyorlaymiz. 1 stakan iliq sut, 1 stakan iliq suv, bitta tuxum, 1 piyola shakar, 100 gramm sariyog'ni eritib qo'shamiz, 1 osh qoshiq dro'ja, 1 choy qoshiqda vanilin solib bir aralashtirib, 4 piyola unni elakdan o'tkazib solib, yumshoqqina xamir qoraymiz. Xamirimizni 1,5 soatga issiq joyga tinish uchun olib qo'yamiz. Oshib chiqqan xamirlarimizni teng 6 zuvalaga bo'lib, 3ta zuvaladan alohida qilib, har birini yoyib, sariyog' surib va yana 15 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Tingan yumshoqqina xamirlarimizni xuddi shu holatda yoyib, chiroyli qilib orasiga xohishga qarab nachinka solib, xuddi shu ko'rinishda o'rab olamiz. Shunaqangi yumshoq, shunaqangi sochniy bo'lib chiqadi. Bir marta tayyorlab ko'rsangiz, albatta buni guvohi bo'lasiz. Biror yig'in uchun ham tayyorlasangiz ayni muddao, chunki juda ham barakali va ko'pgina bo'lib chiqadi. Pech qolipimizni biroz yog'lab, tayyor bulochkalarimizni xuddi shu holatda terib, yana 15 daqiqa tindirishga olib qo'yamiz. 15 daqiqadan so'ng 180 gradusga 25-30 daqiqaga pechga yuboramiz. Ustiga tuxum surishni unutmang. Bu orada qiyom tayyorlaymiz. 1 stakan suvga 1 piyola shakar solib 5 daqiqa qaynatamiz. Qiyom ham tayyor. Chiqqan momiqdek yumshoq bo'lgan bulochkalarimizni qiyomga yaxshilab belab olamiz va xohishga qarab bezatib dasturxonga tortamiz. Barchangizga yoqimli ishtaha. Menga obuna bo'lishni unutmang.